Xitoy kommunistlari Altay viloyatidagi mashhur adib obzorchi Hasan Abovni tutqun qilgan. 15 dekabr oldi keynida Hasan Abovni To'li noyisidagi uyidan tutib ib manganda cho'ng o'g'li norozilik bildirib qarshilik ko'rsatganligi uchun hokimiyat ishiga daxl qildi degan jinoyat bilan o'g'lini qo'lga olgan. Muajiratdagi qozoq xalqi bu voqeadan nihoyatda andishlangan. Hasan Abov bo'lsa mashhur adib, shundaqla qozoq xalqining ro'yi doisi. 22 dekabr Qozog'istondagi Otyurt kishilik huquq yoshlar tashkiloti axborot yig'ini e'lon qilib, bu voqeani oshkorlagan. Sharq Turkiston Milliy Majlisi raisi Setim Turkning ijtimoiy taratqulardan erishgan ma'lumotlarga asoslanganda dekabrda 30 qitimga yaqin konferens va yig'inning taklif bilan qatnashib, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini anglatgan. Facebookdagi ma'lumotlarga asoslanganda Setim Turk ishtirok qilgan o'rinlar Turkiyadagi ta'siri kuchli ommaviy tashkilotlar, universitetlar va ba'zi madaniyat markazlari ekan. Bu oraliqda mazkur konferens o'tkazilgan shaharlarning ba'zi rahbarlari bilan ko'rishib, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirgan. Buningdan boshqa Setim Turk yana Qaysariya, Afyon, Samsun, Sivas, O'shaq qatorliq bir qancha shaharlarda shu yerga yerlik tashkilotlar bilan birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. 5 qitimdan ortiq namoyish qatnashgan. Bularning ba'zisini Setim Turk o'zi bevosita tashkillagan. Dekabrda Setim Turk tashkillagan namoyishlarning eng ko'z ko'rinarligi 23 dekabrdagi Anqara namoyishi ekan. Setim Turk dekabr ichida Yaponiyada ziyoratda bo'lgan va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Undan boshqa Fransiya, Yaponiya, Turkiya qatorliq bir qancha davlatlarning nufuzli taratquv o'rinlarining va muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan. Sharq Turkiston xalqi insoniyat beshidan kechirib boqmagan ta'sirligisiz bir zulm ichida hayotlik uchun tirkishayotgan mushundaq bir paytda Setim Turk shundaqla boshqa siyosiy rahbarlarning harmay talmay kurash qilishi har bir Sharq Turkistonlikni iftixorlantirdi. Xalqimizning faxrlik o'g'loni Burhan Seti Turkiya Bilimlar Akademiyasining 2018-yillik ko'zga ko'ringan yosh tadqiqotchisi mukofotga erishdi. Qumul shahrining Chilan makoni Qoradovda tug'ilib o'sgan Uyg'ur farzandi doktor Burhan Seti Malayziya Xalqaro Islom universiteti Islom pul muomalasi va bankchiligi institutining muavin professori, tadqiqot va nashriyat bo'limining bo'lim boshlig'i, Islom pul muomala jurnalining muharriri, shundaqla Xalqaro Islom pul muomalasi universitetining takliflik o'qituvchisi, taraqqiy tepayotgan bozorlarni tadqiqot qilish jamiyati, Islom pul muomala kasbiy xodimlari instituti va bir qancha xalqaro jurnallarning tahriri hay'ati guruhining a'zosi 2012-yildan 2015-yilgacha Kuala Lumpur universiteti, Savdo sanoat instituti, Moliya va Islom moliya fakultetining oliy lektori, shundaqla mazkur fakultetning fakultet mudiri, Islom pul muomala fanlari doktori qatorliq vazifalarni o'tab kelmoqda. Efendim, Boerhan Saiti, buyurunuz. Ela Hanım hazır, yanımdalar. Doçent Doktor Sayın İlker Temizer Bilkent Üniversitesi'nden lütfen efendim hazır olursanız. Erkin Asiya radyosuning bildirishicha, Xitoy kommunistlari ideyaviy sohaga bog'lab ijro qilayotgan bostirish siyosatining yanama uzoq mazgil va ko'lam doirasida davom qildiganligi Şinjan gazetining 25 dekabrdagi sonida e'lon qilingan turli mazmunlardagi ifoda bildirish harakatini davomlashtirish va uzun mazgil kuchga ega qilish haqidagi yo'l yo'riqda ro'shan olg'a surilgan. Xabarda aytilishicha, Avtonom rayonlik partikom 24 dekabr kuni ifoda bildirish harakatini cho'nqurlashtirish va umumlashtirish haqida maxsus yig'in ochgan. Yig'inda Xi Jinpingning aloqador yo'l yo'riqlari bo'yicha mazkur ifoda bildirish harakatini ko'lam, cho'nqurliq va zamon jihatda texmi yuqori pallaga elib chiqish talab qilingan. Bu xil ifoda bildirish harakati orqali barcha kishilarning ideyaviy qarashini birlikka keltirish, shu orqali jamiyat tartibiga buzg'unchilik olib keladigan har qanday omilga makon qoldirmaslik nishon qilingan. Shunga buningdan keyin ideyaviy jihatdagi masalalarni talto'kis hal qilish va butkul jamiyatning kurash irodasini turg'izish uchun bu xil ifoda bildirish harakatini eng zo'r siyosiy vazifa qatorida chang tutish va unumga ega qilish alohida ta'kidlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu xil ifoda bildirish harakatlari
har qaysi joylardagi ishchi xizmatchilar, o'qituvchilar, diniy zotlar qatorliq barcha to'plarning o'xshash bo'lmagan so'rinlarda kollektiv hamda yakka holda terrorlikqa, asabiylikka, milliy bo'lgunchilikka qarshi turish haqidagi maydonini oshkora ifodalashga qartilgan ekan. Xitoy kommunistlarining yangi yil arpasida mushundaq bir yig'inni echishi 2019-yilida Sharq Turkistondagi siyosiy vaziyatning texmi qattiq bo'lganligidan bishorat berilgan.